رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetini qo'g'lagan shaytonning ozdirib ketishidan Allohga sog'inib panoh talab qilaman. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sizlar bizni bütün kainatni yaratgan, sizlar bizni dünya ve ahiretlik nicatlık yolu bulgan, haq dini, İslam dinine hidayet kılgan, kudretlik Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga çeksiz emrileri olsun. Alemlerine rahmet kılıp evetilgen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesine, Cenab-ı Resulullah ile birlikte dinini yetkisi yolunda hiç nesine ayırmay, cihad kılgan barlık sahabalarga, ularning yo'liga izchil qiyomat kun qadar davomlashib erishib mangan barliq mo'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli diniy qarindoshlar. Biz Janob Rasulullohning sirat haqidagi darsimizni davomlashtirish uchun yana bugun bu soatlarda bu yerda o'tirib o'tibmiz. Evet, aldı bilen sizlar bizni bütün kainatni yaratgan Allohga hamd sana aytish, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durud ve salamni yo'llab bo'lgandan keyin biz yana dersimizni kelgan yerdan davomlashtiramiz. Biz tünögünkü derslerimizde Cenab-ı Resulullah peygamber kılıp evetilgen vaktida muşu Arap ellerininki akide kılıp gelgen din diyanetlere ve örüp adetlere hakkında toxtulup gelgen idi. Endi bugünkü dersimiz şu Cenab-ı Resulullah peygamber kılıp evetilgen vaktida şu Arap cahiliyet cemiyetininki ictimai ahlakı görünüşlere hakkında toxtalımız. Suvarun minel mujtamil arabiyil cahiliye. Arap cahiliyet cemiyetinden görünüşler. Biz Arap quruqliqiningki hakimiyet, hukuk, mansab haqidagi siyosatlari ve ening din diyonatlari haqida to'xtalib o'tgandan keyin endi biz şu Arap ellerininki ijtimoiy, iqtisodiy, axloqiy ahvoli haqida ma'lum bir narsalarni o'tirib qo'yishimiz qilib qoldi. Tuvanda mush arablarning ijtimoiy, iqtisodiy, axloqiy haqidagi bayonotlar qisqagina o'tirib qo'yildi. Birinchi bo'lib mush Janob Rasululloh payg'ambar qilib avatilgan vaqtida mush arab ellarining ijtimoiy ahvoli qanday edi? Ya'ni erning ayol bilan, ayolning er bilan bo'lgan munosabatlari. Er ayollarning boshqa erlar bilan bo'lgan, jamiyatdagi boshqa kishilar bilan bo'lgan aloqa munosabatlari, dadi-bola munosabatlari qanday edi? Biz bu haqda qisqagina to'xtalib o'tamiz. Arablar ichida bizning ahvoli bizga o'xshamaydigan xilma-xil tabiqalar bor edi. Fakanat alaqatur rajuli ma'a ahlihi fil ashrafi على درجة كبيرة من الرقي والتقدم. مش إيسو زادة مش أقصنك sınıflarda Aksunak tabiqalarının içindeki kişiler öz ailesi bilen boğan münasebetleri zor derecede ilgilileş ve terakkiyatta idi. Mana bunda Aksunak ailesideki ayal kişininki irade erkinliğe sözleri yutuduğun tuluk nesibisi var idi.
Yine irade erkinliğinden, sözün ütüşlerinden zor, toluk bir nesibi ait. Hem bunda ayal kişinin özü, yani izzeti, onun hürmeti, onun makamı saklangan, şundak ihtiramlık, hürmetlik ve onun aldıda kalışla soğurlandıgan, onun aldıda kalla tökülnetdi. Madak bu isil zade sınıflar içindeki kişiler Araplarının karşıda yüksek bir alim makamda sahilik bilen, batırlık bilen maqtalmakçı bolğanida bu maqtılış vaqtlarının köp qismida sözleydiğine fakat ayol kişi edi. Mana bu ayollar til san'ati shunchalik taraqqiy qilganki, bir qism ayollarninki mush erlarning botirligini, jasoratini, uning saxovatligini bayon qilish nuqtalarida nurg'unlagan she'rlarni ayollar o'qiydi. Hem ayol kishi xolisa qabilalarni tinch, xotirjamlik, ittifoqlik uchun to'play oladi. Xolisi ularning orasida urush, jang o'tlarini yiqib olaydi. Ashunda turib bu tatalassiz er kishining o'zi oilaning boshlig'i, oiladagi gap so'z sahibi edi. Erning ayol bilan bo'lgan bog'lanishga turmush qurib bo'lgandan keyin şu ayol kishiningki velilerining nazoratchiligi ostidaydi. Bu ayol kishiningki ularga qarshi chiqish haq huquqi yo'q edi. Baynama hazihi halul ashrab kana hunaka fil awsat al ukhra anwa' min al ikhtilat bayna al rajul wal mar'a. Mana bu asrda ashu o'zima Maşo cemiyetki aksüngek tabiqalarınki ahvali aş. Mana uyata başka tabiqa, başka sınıflar içinde bu her türlük er ayol oturusudaki aralışış münasebetleri alakaları var. Biz endi başka sınıflar, başka tabiqalardaki er ayol oturusudaki aralışış münasebetleri hakkında fakat ahlaksızlık, saranglık, hem buzukçuluk, payişivazlık bilen ibaret sürmesek, başka ibaretler bilen ifadelilik olmaydıgan, aşındak nachar bir aralış münasebetleri alakaları baydı. Mana muşu buzukçuluk, muş alaka münasebetlerini ifadelep İmam Bukhari'den başka raviler Ayşe radıyallahu anha anamızdan mundaq bir hadisini rivayet kılgan. Mana Ayşe radıyallahu anha anamız şu cemiyetning er ayol o'rtasidagi aloqa munosabatlarini tasvirlab mundaq degan. Jahiliyat ichida bu nikah munosabatlari, yine er ayollik munosabatlar 4 xil ahvol ichida edi. Mana bu 4 xil tarafdan bo'lgan bir xil nikah, yine turmush qurish, er ayollik munosabat bugungi kundagi kishilarningki er ayollik turmush munosabatlaridir. Mana bir odamning o'ziga mush nikah turmush ishlariga ega bo'lgan, shuning vali bo'lgan kishiga uning qiziga so'z ochadi, andan keyin bu qizga vali bo'lgan kishi ma'qul deb tasdiq soladi, andan keyin uni oladi. Yani bir nikah bir odam o'zining ayoliga deydi, o'zining ayizdorlik holatidan pak bo'lgan vaqtida ularning qashig'iga adima vatgan, sen oningdan bir urug' talab qil. Hem bu bu ayolning eri ayrıldı, onunla mangu yaqinchilik qilmaydi. Man bu ayolninki eningdan urug' talab qilmoqchi bo'lgan, shu erdan homildorlik oshkor bo'lgan qadar uning yaqinchilik qilmaydi.
bu ayolning amildarligi oshkor bo'lgan, uchuq bo'lgan vaqtida andikin bu bu ayolni yaxshi ko'rgan bo'lsa, bu ayolning eri andikin bu ayolga yaqinchilik qiladi. Nimishqa unda qiladi? O'zining ayolini boshqa erning o'zi bilan birga bo'lib, shuningdan bir bal talab qil deb qiladi desa, va innama yaf'alu zalika ragbatan fi najabatil walad. Oshini mush yaramliq tan qurilishi, jismoniy shakli, chiroy shakli, ustixonlarininki yaramliq bo'lishiga, yaramliq bir balning tug'ilishiga qiziqib shunday qiladi. Mana bu nikohning o'zini, bu turmushning o'zini, bu munosabatni bu nikohul istibba deb ataladi arabcha. Ya'ni bu bola talab qilish, ya'ni urug' talab qilish nikohi deb ataladi. Yana bir ayollik munosabat bor, nikoh bor, bu 10 dan tuvan. Maşa 6, 7, 8, 9'lık bo'lgan kishilar bir yer to'plashib turib, ma'lum bir ayolning qashig'iga kirdi, ularning hammasi shu ayol bilan birga bo'ladi. Bu ayol amildor bo'lib qolsa, bu ayol balini tuqqan vaqtning o'zida, bu tug'ib bir qancha kun o'tmaylam, bu ayol ularning qashig'iga adinaverdi. Ulardan bir adam ben u yerga bormaydim deb o'zini tatanmaydi. Ularning hammasi o ayolning qashig'iga to'plashdi. Adegin bu ayol ularga deydi: "Sizlar o'zingizning qilgan ishidan bo'lgan ishni bildinglar. Ya'ni sizlarning o'tkazgan ayollik munosabatinglar orqali men ma balani tug'dim. Buni bildinglar. Bu senin oğlun fulana deydi. Andikin bu bala, andikin atılıdır bu bala, ulanın içinden onun namı var. Demek şu ayol kişi yüzü şu 7-8 erinin içinden qasını yaxshi ko'rgan bo'lsa, mayli ism jihatdan, chiroy shakl jihatdan yaxshi ko'rgan bo'lsa, yaxshi ko'rgan kishini shuning nomi bilan andikin bu sening o'g'ling fulana deb shuning nomi bilan ataydi. Andikin bu bala, bu er kishiga bu ayolning balasi qo'shiladi. Onundan nalqa odamning o'zini tatamaydi. Shuning nomi bilan atilib ketaveradi. Yani 4-cü turdaki bu ayollik munosabatlar var. Nurg'ulg'an ko'p odamni to'plashib turib, bir ayolning qashig'iga kirdi. Bu ayol o'zining qashig'iga kim kelsa, buningdan o'zini tatmaydi. Ular bugungi kundagi shu fohishavas ayollar degan ayollardir. Ularni va hunnal bag'aya, ular shu buzuq ayollardir. Mana bundaq ayollar özlerinin işkinin beşiğe bir elem buluş için bir bayraklarını tiklep koydu. Qandak adam şu buzluqçılık qilishni ayol bilan munosabat o'tkazishni xohlasa, o kishi o ayolning qashig'iga kiraverdi, o ayolni o'zini tatmaydi. Eğer bu ayollarning birasi amildor bo'lib qolsa, bu ayol o'zining hamilasini qo'ygan vaqtida andikin kişiler bu ayolning qashig'i to'plashadi. Andikin bu odamlar uchun manda qiyofatga qarab hukm qiladigan manda bir danishmand bir kishini chaqirdi. Andikin bu kishilarning o'zi bu ayolning bolasini ular chiroy paloniga o'xshaydi ekan, ustaniga o'xshaydi ekan, menish turishi paloniga o'xshaydi ekan deb şu o'xshashlikni to'g'ri deb qaragan, paloniga o'xshaydi deb qaragan şu kishiga şu ayolning bolasini qetib qo'ydi. Andikin bu bola onunga chaplashib, shuning nomi bilan ataldi. Hem onun o'g'li bo'lib chaqirdi. Bu onundan o'zini tortolmaydi. Mana dal Allah subhanahu va taala Muhammad alayhisalomni mush insoniyat jamiyati ijtimoiy hayotdan
ayollik oila munosabat jihatdagi ahvoldan mushu darajada buzilib ketgan vaqtida bu jamiyatni isloh qilish, bu ayollik munosabatni o'ngshash uchun Alloh Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib avatdi, haq qildi. Mana bu jahiliyat ahlining hammasining bu ayollik munosabatlarini baka qildi islom dini, Muhammad alayhisalom baka qildi. Lekin islomning bugungi kundagi ayollik bo'lgan, to'g'ri bo'lgan nikoh turmush qarashini saqlab qoldi, undan boshqasining hammasi amaldan qoldi. Mana bu nuqtani Imom Buxoriy Sahih Buxoriy nomli kitobida tilg'alib o'tgan. Hem bu Arablarda ayollik o'rtasida bir yig'ilish munosabatlar bo'lgan. Mana bu yig'ilish munosabatlarni qilishning bislari, nayzining uchunlari o'rlashtiradigan ayol o'rtasidagi bir yig'ilish munosabatlar bor. Qabila urushlarida g'olib kelguchi mag'lub bo'lgan kishining ayollarini asirga oladi va uni halol sanab xotin qiladi. Lekin bu ularning onasi bo'lib qolgan avlod farzandlari ularga bir ömür bu nomus, bir ömür şu xarlıq qalatdilar kim şu buzuq ayolning asirga tushgan ayolning balasi degan or nomus qatilib yashaydi. Jahiliyat ahlida hammaga tanishlik bo'lgan ishlarning qatoridan cho'qim ular o'zlari yetib borgan tanishlik chekdan boshqa bu ayol kishining o'tirisini ya mancha ayol, ancha ayol deb chap yo'qdi. Aldının 40-50 100 ga qadar ayol bo'lgan bo'lsa, keyinning 7-8-10 guchilik bo'lgan mundaq ayollar bor edi. Bu songa cheklama qo'ymagan. Mana bu Alloh tarafidan insoniyatning hayot dasturi bo'lish uchun tushirib bergan ulug' muqaddas Qur'oni Karim bu ayollarning son cheklamasini faqat 4 ta belgilab berdi. Bir ayolning bir vaqtida qonunliq ayolim deb saqlash sonini 4ni bekitib berdi. Mana ular ochi singilning o'tirisini jo'g'lash xotin qilalaydi. Ular o'zlarining dadisi, ota-onasi qo'yib bersa yoki ota-onasi ayolning o'lib ketgan bo'lsa, ota-onasining qo'yib etgan ayolini ya ota-onasi o'lib ketgan bo'lsa, ota-onasining qilib qolgan ayolni xotin qilaverdi. Mana bu ikkisidan Qur'oni Karim cheklab Sura Nisoning 22-23 oyatlarida mushu hukmlar bor. Mana bu har qanday bir musulmonning o'ziga o'zining dadisi elib qo'yib bergan ayol mayli u yosh bo'lsin, qari bo'lsin, qanday bo'lib ketsin, mangu o ayolni o odam olamaydi. Bu dinda cheklanmaylik. Yoki dadisi onundan o'lib ketgan, dadisi qoldirib ketgan uyga onasini balası mangu olamaydi. Bunu Qur'on chekladi, din chekladi. Mana bu taloq qilish, qaytish erlarning qo'lida edi. Mana bu taloq qaytib olishning muayyan cheki yo'qdi. Islom bu chekni belgilab berdi. Demak, er kishiningki ayoli bilan bu xaplashib qolsa, faqat 3 qadar qo'yib berish, taloq qilish huquqi bor. 3dan eshib ketgandan keyin mangu qaytarmaydi. Buni din belgilab berdi. Yine bu islom ayol kishining o'zini xohlagancha taloq qilib o'tish, xohlagancha qo'yib o'tishni islom yo'lga qo'ymadi. Qo'yib o'tish, taloq qilishga ma'lum bir shartlarni qo'ydi. Hem qo'yib berishning, taloq qilishninki 3dan eshib ketsa, uni mangu eklanmaydiganligini belgilab berdi.
Yani bu Cenab-ı Resulullah peygamber olup kelgen vaktin özüde meyli yuqur tabiqadagi kishilar bo'lsin, meyli tuvan tabiqadagi kishilar bo'lsin, meyli o'rtaqal tabiqadagi kishilar bo'lsin, barliq tabiqa, barliq qatlamda bu zina fohishavozlik umumlashib ketgan, hukm surib ketgan edi. Biz ma'lum bir qatlamni tashlab qo'yib, ma'lum bir qatlamdagi kishilar bu zina fohishavozlik ishlari bilan shug'ullanadi, ma'lum qatlamdagi kishilar shug'ullanmaydi, ma'lum sinfdagi kishilar zina fohishavozlik ishlari bilan shug'ullanadi, ma'lum sinfdagi kishilar zina fohishavozlik bilan shug'ullanmaydi deb ayrim shaklda o'tirib qo'yolmaymiz. Shundaqdimi? Bundaq fohishavozlikdan iborat bu razil nachar qilmishga tushishga ko'ngli unamaydigan, ko'ngli ustun bo'lgan bir bo'lik erlar, sonliq ayollar buningdan mustasno, buningdan xoli edi. Buningdan pok edi. Demak, ayrim manda shaxs ayollarningki bundaq buzuqchilik, bundaq razillik qilmishlarga chiqqanishdan ko'ngli unamaydigan, oq ko'ngil, samimiy, pok bo'lgan manda sonliq ayollar bor edi. Mana bu hur ayollarningki ahvoli didakninkidan sal yaxshi edi. Mana bu fikr arab jamiyatiga zina fohishavozlikdan iborat bu razil qilmishning umumlashishidagi eng chong ofat mushu didak cho'rilar edi. Qul ayollar edi. Cahiliyat ahlining zo'r sonliq kishilari mushu fohishavozlikqa nisbat berilishda bir nomusni his qilmaydi. Abu Davud Amr ibn Shuayb'dan o'zining darisidan, o'zining bobosidan mandaq bir hadisni rivoyat qilgan. Dedi bu zot bir odam o'rnidan turib dediki, Allohning payg'ambari, faloni mening o'g'lim. Men onun onasi bilan jahiliyatda bozuqchilik qilgan edim, zina qilgan edim dedi. Dedi Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam, la da'vata fil islam, zahaba amrul jahiliyya, al-waladu lil farash va lil ahiril hajar degan. İslamda bunda da'vochilik yo'q. Faloni mening o'g'lim edi deb da'vo yo'q. Jahiliyatning ishi ketib qoldi. Bala köp üçün buludu, zinaxor üçün taş buludu deydi. Demek kanunluk bir münasebet bilen öyde ailede toğulgını bala oludu. Onundan başka naşayan bozukçuluk bilen toğulgını olsa onu çalma keser kılıp taş bilen öldürüş oludu. Taş bilen cezalaş buludu diyen. Yine Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu bilen Abd ibn Zam'atninki Muş Zam'atning dedikinin oğlu to'g'risida bir da'vo ishlari bor. Muş da'vo qissa, da'vo hikoyasimi mushu arablardagi shu buzuqchilik umumlashib ketgan zina fohishavozlik jamiyatning bir ahvolini to'rishtirib turdi. O o'zim Abdurrahman ibn Zam'at degan. Mana bu qissa annaga tanishlik. Sahih Buxoriyda bor. Mana erning o'zining bolalari bilan bo'lgan aloq munosabatlari turli holatda edi. Ularning ichidan shundoq bir kishilar deydi, bolalariga kuyinib, innama avladuna baynana akbaduna tamshi alal ard. Faqat bizning oramizdagi bolalarimiz yer yuzida minib turadigan bizning jigar parlarimizdir dedi. Ularning ichidan man kana yaidul banat khashyatal ari val infaq. Qizlarni or nomusdan va ayning oldi keyindan xajlaydigan xarajat chiqimlardan qo'rqib yerga tirik kun botdi. Bolalarni namoratchilikdan qo'rqib, qiyinchilikdan qo'rqib bolalarini o'ldiradigan kishilar bor. Mana bu voqealikni Sura An'amning 151-oyatda, Sura Nahlning
58-59 oyatlari, Sura Isroning 31 oyatda, Sura Takvirning 8 oyatlari mushu voqelikni bayon qiladi. Biz hamda oshuni mushu arab jamiyatida umumlashib ketgan, keng ko'lamda tarqalib ketgan shu axloqlarning ichidan oshuni manchilik edi deb son to'xtatishimiz mumkin emas. Demak, mushu o'g'il farzandlarga bo'lgan ehtiyoji kishilarning eng qattiq bo'g'ini edi. Arablar o'g'il farzandlarga qattiq ehtiyojli edi. O'g'il farzandning bo'lishi qattiq amroq edi. Nemishqa deganda liyattaqub yawmul aduva. O o'g'il farzandlar orqali dushmandan saqlanish uchun. Demak, bir jamiyatda 4, 5, 7, 8, 10'lik o'g'il farzandi bor kishilar shu jamiyatda shu qabilaning o'ziga hukm so'raydi. Demak, shu bolalari bilan faxrlanib, popoz qildi, kishilarning haqqiga tajovuz qildi. Ham dushmanlarni boshqalarni ishtik chaqalamaydi. Shuning uchun mush o'g'il farzandlarga eng ehtiyojli edi. Ular orqali dushmandan saqlanish uchun. Ammo mushu oilik erning o'zininki yoki ini qarindoshlari bilan, o'zining tog'isininki, o'zining jamiyatining bolalari bilan bo'lgan muomalasi faqat kanat mutilatan qaviyya, nayt kuchli, mustahkam edi. Nimishqa deganda cho'qim bu arab jamiyatidagi kishilar qabila talaffuzligi uchun yashaydigan, qabila talaffuzligi uchun o'ladigan mandaq bir ruh bor edi. Eğer bunda uyuşcanlık, bunda bir yerga toplashganlik ruhiyda bir qabila o'rtasida hukm surib kelgan. Mana bunda uyuşcanlık ruh bu qabilaning o'ziga ta'assubiyatlikni ziyoda qilib oshiradi. Hem ijtimoiy tuzumning asosi o cinsiyet, yani tavallik ve rahmi qondoshlik ta'assubiyati. Hem ola jamiyatda aql yurayotgan sarbi misol bo'yicha ma'lumot. Unsur axaka zaliman ev mazluma. Sen qarindishingga zalim bo'lsin yoki mazlum bo'lsin, yordam deb jamiyat aql yurayotgan bir zarbi misol va mush misol bo'yicha ma'lumot. Haqiqiy ma'nosi bo'yicha. Mana buningga islomni tuzitish kirgizmada islom kelgan vaqtda. Mana islom nima dedi? Bu zalimga yordam berish, zalimning qilmoqchi bo'lgan zulmidan zalimni to'sib qolishdir. Lekin mushu sharaf, obro'y, jamiyatga xo'jayin bo'lish jihati raqobatlashish ko'pliga vaqtning o'zida bir dada to'playdigan qabilalar orasida ig'ir bir urushga olib boradi. Biz buni Madinadagi Avis, Xazraj qabilalari, Absiz, Subyan, Bakir, Tag'lab va undan boshqa qabilalar o'rtasidagi tarixiy urush voqealarni ko'rib olamiz. Amma al-alaqatu bayna al-qabail al-mukhtalifa faqad kanat mufakkikatan al-awsal tamaman. Amma o'xshamagan qabilalar o'rtasidagi aloqa munosabatlar bu aloqa munosabat tamoman ularning orasi bushang'o va pach-pach. Ularning kuchlari urushda yo'qolib ketgan. Faqat mushuddini bilan xurofot orasida o'rtaq bo'lgan an'ana bir qism urf odatlardan bir xil qo'qish va uningdan o'zini tortish bor edi. Ba'zi vaqtimiz do'stlik, ittifoqlik ham bis-bisiga ergashish ishlari qarama-qarshi bo'lgan qabilalarning uyushib qolishi, yig'ilib qolishiga olib boradi. Mana bu urush qilish harom qilingan oila ularning hayotiga, ularning turmush
xarajatlarini, ularning yashash moddalarini, omillarni qo'lga keltirishga yordamchi va rahmat edi. Ular shu urush harom qilingan shu 4 oyning ichida tamoman amin xotirjam edi. Nimishqa deganda arablarningki bu 4 oyninki urush qilish haromligi qattiq esilganligi uchun. Deydir Abu Rijal O'taridi, Rajab oyi kirgan zamonda deydik biz munassilul asinna. Qalishlar qilipiga selinguchidir. Biz tömür holati bir tal qalishni tashlab qo'ymaymiz va aynida bir tal o'qba holati tömür holati tashlab qo'ymaymiz, faqat uni nuqsonlatadi. Biz uni Rajab oyida tashladik. Yani şunun o'xshash qolgan harom qilingan 4 oyning ichidami bunda tashladik. Xulosiga cho'qim bu ijtimoiy hayot ojizlikdan, qarg'ularcha minishdan ajoyib bir tushkun, bir chirkin holatda edi. Bilimsizlik, nodonlik va cho'nqur yildiz topgan edi. Xurofotlik uning jamiyatda bir so'liti, hayvisi bor edi. Odamlar xuddi hayvondek yashaydi. Ayol kishi ba'zi vaqtlarda jonsiz narsalarga o'xshash muomala qilinib, elib setiladi. Ummatlar orasidagi aloqa munosabat bu ojiz uzuk edi. Mana bu hukumat bo'lgan qabilalar uning eng cho'ng maqsadi o'z fuqarolaridan xazinalarni cho'ntigini to'shqizish edi. Yoki o'ziga qarshi chiquvchilarga urushlarni ip berish edi. Janob Rasululloh payg'ambar qilib avatilgan vaqtidagi arablarning iqtisodiy ahvoli. Al-halatul iqtisodiyya. Amma al-halatul iqtisodiyya, amma iqtisodiy ahvoliga kelsak, bu iqtisodiy ahvol ijtimoiy ahvolga qarab ma'lum edi. Mana shu intayin aniq biz bu arablarning kechirgan turmush yo'llariga nazar solgan vaqtimizda bu intayin aniq turish. Bu tijorat so'zsetmi, hayot ehtiyojlarini qo'lga keltirishning eng cho'ng bir vositasi. Ve ticaret seferlerine qilish bu anda osonga to'xtamaydi. Faqat jamiyat xotirjam, tinch bo'lgan vaqtida tijorat seferlaridan qilib o'tdi. Mana shu tinchlik, xotirjamlik arab quruqligida tamoman yo'q qolgan. Faqat shu urush harom qilingan 4 oyning ichida xotirjamlik bor edi. Mana shu harom qilingan, urush harom qilingan mush oylar Muşu Arab cemiyetinde meşhur bo'lgan bir qism bozorlar var. Ukkaz bazarı, Silmecaz, Mecenna ve ondan başka meşhur Arab bozorları vardı. Muş bozorlar urush harom qilingan mush 4 oyda içiladi. Ama Cenab-ı Resulullah peygamber qilib avatilgan vaqtida Arablarning mush ijtimoiy, mush iqtisodiyot, sanoat taraqqiyot qanday edi desak, bu arab xalqi mushu dunyoda yashayotgan ummat xalqlarningki eng yiroq xalq edi sanoat. Sanoat taraqqiyot yo'q edi. Arablarda şu vaqtida bo'lgan sanoatning eng cho'ng, eng ko'p qismi minal hayaka, to'qimchilik sanoati va dabog'at, ko'nchilik sanoati va uningdan boshqa Yaman ahlida, Hirat ahlarida, Shomning bir qism yerlarida bo'lgan sanoatlar edi. Shunda Arab quruqligida bir qism ziroat, teriqchiliklar va chorvachilik, yana chorva baqish, baxmichilik ahvollari bor edi. Arab ayollari tamoman bu shik igirish bilan mashg'ul edi. Lekin bu manfaatlanish, foydalanishlar bu tamoman urushga duchor edi. Namratchilik, qochoqchilik, yalang'ochlik jamiyatning umumiy shakliga aylangan edi.
Hem Cenab-ı Resulullah peygamber kılıp evatilge vaktideki Arap cemiyetininki Arap halkının ahlak hakkında toxtalsak, cahiliyet ehli ulada sağlam bir akıl inkar kılıdığan, vicdan, insani vicdan yol koymaydıgan, peskeş, rezil boğan bir kısım işlerinin bağlıqda şek yok. Şundaqtı bu Arap ellerde bu insanı anpan kaldırılgan. İnsanı bu gangaraş, tangırık kaşka, eyni tasvirli köz tüşke, acizlik derecesine abruq koyduğun şundaq oluğu var, isil ahlakları var. Biz şu ahlakların qatarıdan tüvəndə de bötümüz birincisi el-kerem. Mana bu Araplarda saxilik bu ahlak evi ağan hem onların kan sınıp ketganidir. Ular bu saxilikni bəslişib, saxilik bilan faxrlanadi. Ular bu saxilikda özlərinin şiirlərinin yerimini bu saxilikni maqtaş, bu saxi bolmagan bəxilnin özünü sükeş arlığında tügütədi. Qatıq soğuq, qatıq açlıq halatda bir adam qaşığı mehman kelib qalsa, o adam qaşıda hech qanday ixtisas yo'q. Faqat o adamning hayoti, o adamning oilaning turmush hayoti bo'lgan bir tarlı tuygusi bo'lsa, andikin bu adamning o'zini saxiylik təvirnişdirib tutudu, andikin bu tuygu taraf qo'baq berib, uni o'z mehni uchun bo'g'izlatdi, suyatdi. Mana ularning saxiyligininki odamlar hayotiga, jamiyat hayoti qoldirgan izlarining qatoridan ular eg'ir zo'r bo'lgan diyat to'lamlarni ustiga oladi. Odamni hang-tang qoldiradigan eg'ir qiyinchilik yuklarni o'z ustiga oladi. Osh orqali qonning to'kilishini to'sib qoladi, insonning zoya bo'lib ketib, tugab ketishini to'sib qoladi. Ular bu saxiylik bilan madhiyalanadi, ham o'zidan boshqa bo'lgan boshliq va xo'jayinlarga bu saxiylik bilan faxrlanadi. Ularning saxiyligining natijalarining qatoridan shu bo'ldiki, ular bu aroq ichish bilan madhiyalanadi, maqtaladi. Bu aroqninki o'z zotida bir faxrlanadigan narsa bo'lganligidan emas. Belki bu aroq ichishning o'zi saxiylik yo'llaridan bir yo'l bo'lganligi uchun. Hem bu aroq ichish inson tabiatiga, inson ko'ngliga isrofxo'rlikni, badxashlikni osonlashtirgan narsaning qatoridir. Shu jihatdan ular üzüm daraxtini karmi deb atagan. Ya'ni üzüm daraxtini karim deb atagan. Ve üzümden yasalgan aroqni bintil karmi deb atagan. Yani bu karim degan saxiydan chiqqan bo'lib, mujda at qo'yishgan. Ve iza nazarta ila dawavin ash'aril jahiliye. Siz cahiliyetning şiirlar toplamlarına nazar salgan vaqtingizda siz cahiliyetning şiirlar toplamini mushu madhiyalar, faxrlanish boblaridan bir bobni topsiz. Mana mushu bob to'g'risida deydir, Antarat ibn Shaddadul Absi degan bir shoir bor edi. Ayni vaqtda o'zining Sabul Muallaqat nomli kitobida she'rlar to'plamini bunday deydi. Va laqad sharibtu minal mudamati ba'da ma rakadal hawajiru bil mashufil mu'lim. Bi zujajati safra'i zati asra qurinat bi azhara bi shimali mufaddal. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعزي غافل لم يكلم وإذا سحوت فما أقصر الندى وكما علمت شمائلي وتكرمي diyen. Ben tushlik vaqt azroq ketgandan keyin naytib belgilik havası saf bo'lgan o'rinda aroq ichdim. Bu yo'lliqqa ega bo'lgan seriq stakan bor.
Mana bu seriq stakan, bu eg'izi. Bu seriq stakan, bu gül çiçek bilan juplashtirilgan, so'ng qo'l bilan mufaddal. Ve onun eg'iziga saqlashtirish uchun, aroqni ichimlikni saqlashtirish uchun eg'iziga hachat urilgan, gül çiçek bilan juplashtirilgan, ayda belgilarga siziqlarga ega bo'lgan seriq stakan bilan so'l qo'li bilan ichdim degan. Fayza shariftu fa innani mustahlik. Men bu vaqtida ichsam, cho'qim men mustahlik. Hammani iste'mol qilib tugitib qo'ychi. Mening iqtisodim, mening obro'yim bu jarohatlanmagan, to'liq bo'lgandir. Ve iza sahawtu fama uqassiru annada. Men shunda hushimga kelgan vaqtimda men bu saxovatdan qisqarib olmadim. Sizlar mening esil xislatlarimni, mening saxovatimni bilgandek, men saxovatdan qisqarib olmadim degan. Ularning saxiylik natijalarining qatorida ularning qimo bilan mashg'ul bo'lish. Cho'qim ular qimoni saxiylik yo'llaridan biri yo'l deb qaraydi. Chunki ular miskin bichoralarga og'am foydalarini tam qilib berdi yoki og'am foyda nasibalaridan eshib qolgan nasibini bu miskin bichoralarga beradi. Shu jihatdan Qur'oni Karim Haraq bilan qimoning manfaatini inkor qilmayotganligini ko'rasiz. Deydir Qur'oni Karim ve ismu ma akbaru min naf'ima. Mana bu haraq bilan qimoning gunohi, jinoyati o ikkisining manfaatidan cho'ng deydi. Buning manfaatini inkor qilmayotgan Qur'on. Mana bu arablarda umumlashgan bu esil axloqlarningki ichidan ahdiga vafo qilish foyda. Ularninki saxiylik natijalarining qatoridan ularninki qimo bilan mashg'ul bo'lish. Cho'qim ular bu qimoni esil saxovatlik yo'llardan biri yo'l deb qaraydi. Chunki ular miskin bichoralarga og'am foydasini ta'min qilib beryapti yoki foyda oluvchi, yana foyda olgan o'qlardan, nasibalardan eshib qolganlarni miskinlarga beryapti. Aşı jihatdan Qur'oni Karimningki haraq qimoning foyda manfaatini inkor qilmayotganligini ko'rasiz. Deydir Qur'oni Karim ve ismu ma akbar min naf'ima. Mana bu qimo bilan bu haraqning jinoyati, gunohi o ikkisining manfaatidan cho'ngdir dedi. Ikkinchidan bu arablardagi esil axloqning ikkinchisi ahdiga vafo qilish. Ularning qarshida ahdi ular uchun esilgan din edi. Onun yolunda öz ballarını öttürüp etiş, öz yurt makamlarını xanı vayron qilib etishmi oddiy bo'lib qoladi. Mana aşına tonuş jihatda Hani ibn Mas'ud Shaybani, Samuvail ibn Adiya, Hacib ibn Zararat Tamimninki qissa hikoyasi shu ahdiga vafo qilishninki naqadar cho'nqur o'rin olganligini tonishga yetarli. Üçüncüden, moşu zulümni, moşu xarlıqni qabul qilishga ko'ngilning o'lamasligi, ko'ngilning izzati. Mana ashning natijalarining qatoridan botirlikning eshishi va kullashning qattiq bo'lishi va tizlankim hayajonga kelish bo'lgan. Fakanu la yasma'una kalimatan يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان وأثاروا الحروب العوان. Ola eningden xar zabulluqning qurug'ini puraydigan biror so'zni anglamaydi, lekin anglasa qilishqa neyzlar tarafga dast o'rnidan qo'yib boradi. Ular naati ig'ir bo'lgan urushlarni qo'zg'atdi. Ular bu yo'lda o'zining jonini qurbon berishga parvo qilmaydi. Ularda saqlanib kelgan esil axloqning to'rtinchisi bir ishga bel bog'lagan bo'lsa, irodasida mazmun turish, irodasida davomli bo'lish.
Ular ulug'liq faqirlanish bor deb qaragan har qanday ishni qilishga iroda bog'lagan vaqtida ularni hech qanday narsa qaytara olmaydi. Balki ular u yo'lda o'zining jonini xatarga atadi. 5-dan ular saqlanib kelgan asl xislatlarning 5-si halim, tamkinlik va o'zini tutib olish. Ular aynan bilan madhiyalanadi. Lekin ularning ichida eng qimmatli bo'lgan bir vujudlik mavjudlik edi. Ularning botirligining ziyod bo'lganligi, ularning urushga qadam elishining tiz bo'lganligi uchun. Ular saqlanib kelayotgan 6-asl xislatning 6-si as-sazajatul badayya. Yeni mushu yezilachi bo'lgan bir soddilik. Madaniyatning bulg'anmalari, madaniyatning ilmiy suiqasdlari bilan bo'lg'inib ketmaslik. Mana mushuning natijalarini qatoridan har bir so'zda amaliyotda rostchil bo'lish, omonat xiyonat qilmaslik, har qanday aldamchilik, xiyonatchilikdan jiroq bo'lish. Biz mushu qimmatli axloqningki mushu dunyoga nisbatan Arab qo'rg'liqininki jo'grafiyalik o'rni bilan birga mush qimmatli axloqningki Alloh subhanahu va taoloninki mush arablarni umumiy risolat yukini ko'tarish, insoniyat ummatiga rahbarlik qilish, insoniy jamiyatni isloh qilish uchun Allohning mush arablarni tanlashidagi sabab mushu deb qaraymiz. Sabab bo'lib qoldi deb qaraymiz. Chunki bu axloq, garchi bu axloqning bir qismlari yomonlik qilib qolgan bo'lsa-mu, ig'ir hodisalarni tortib kelgan bo'lsa-mu, lekin bu axloq o'z-o'zida qimmatli bir axloq. Bu insoniyat jamiyatiga bir xil isloh qilingandan keyin umumiy bir manfaatni tugab turdi. Mana bu islom qilgan axloq. Oladiki mushu axloqning manfaati jihatdan eng buyuk bo'lgan, ahdiga vafo qilgandan keyin manfaati eng buyuk bo'lgan mushu axloqdan eng qimmatli bo'lgani u bo'lsa-mu, o'zining ko'nglini, nafsini izzatlik, g'ururlik tutish. Bir ishni qilishga bel bog'lagan bo'lsa, shu ishda davomlashish va eng qimmatli bo'lishi mumkin. Endi biz yomonlikni, buzuqchilikni qo'mirib tashlash, adolat, yaxshilik nizomini tiklash mumkin bo'lmaydi. Faqat mushunda kuchli bo'lgan kuch bilan, mushunda keskin iroda bilan bu buzuqchilikni yo'qotqila, adolat, yaxshilik nizomlarini tiklagila bo'ladi. Ularningki biz yuqorida tilg'alib o'tgan axloqdan boshqa yana nurg'unlagan ulug'var asl axloqlari bor. Biz bu yerda bu arablarning umumiy axloqini hammasini tafsili so'zlashni maqsad qilmoqdik. Shuning uchun biz arab jamiyatida saqlanib kelayotgan bir qism nachar rezil qilmishlar haqida to'xtalish bilan birlikda u arablar saqlanib qolgan o'shunday asl axloqlarni tanishtirib o'tdik. Bizning bugungi darsimiz inshaalloh oyoqlashida. İnşallah kelar qatimdagi darsimiz Janob Rasulullohning nasablari, Janob Rasulullohning tug'ilgan vaqti, tug'ilgan o'rni, Janob Rasulullohning payg'ambar kelishidan ilgariga tug'ilib o'sgan vaqtlari haqida to'xtalamiz. İnşallah biz kelar qatim Alloh xolis ko'rishimiz va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.